Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana 2026-yilgi mavsum uchun ekonom pechkalarimizni tayyorlashni boshladik. Bu yoqda 6 metrlik to'rlik qalinlikdagi katyollarimiz ham. Bu yoqda 4lik qalinlikdagi katyollarimizni ham boshlaganmiz. Bu 200 kvadrat metrligi kattasidan. Mana bu yerda chiqqani bor katyolimiz. Bu kichikroq. Bunga qishki mavsum uchun katyol yoki ekonom pechkalar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Katyolchi pechkachi akalarimiz bilan hamkorlikda ham ishlayveramiz. Zakotovka tayyorlab beramiz. Xohlovchilar yasab sotish uchun zakotovkani tayyorlab beraveramiz. Ekonom pechkalarimizni komplekt zakotovkasi 450 ming so'mdan. O't yonadigan joy 208 lik qalinlikda bo'ladi. 208 lik qalinlikda bo'ladi. Bunker tagi 2 lik qalinlikda bo'ladi. Hamma narsasi bo'ladi. Eshigi hattoki o'sha kulbonigacha bo'ladi. Bu eshiklari mana.